Agar sizning Turkiyadan olingan brendiy qimmat original narsangiz bo'lsa, biza siz uni dunyoning istagan nuqtasiga yetkazib berishimiz mumkin, faqat fakturasi bo'lsa. Bu jo'natmamiz ham Kataviki sotish platformasi orqali sotilgan. Ichida bu korobkaning ichida soat bor. Qimmat soat. O'zim narxini bilmayman. Brendi Breitling Super Okean avtomatik soati Murskoy 3200 euroga sotilgan. Biz ham uni chiqarib beryapmiz. Bu platformadan o'tgan safar ham Avstriyaga soat jo'natganmiz. Bu Turkiyadagi sotuvchi bilan tanishimiz. O'sha biz orqali jo'natyapti tovarlarini. Zakaz tushib qolsa, o'tgan safar Avstriyaga jo'natganmiz. 25.000 dollarlik soat edi desam. 6.600 euro sotgan ekan, 2.800 euro narx chiqqan. Biz 50 euro chiqarib berdik buni. Bu safar jo'natmamiz ham Farma Italiyaga chiqib ketyapti. 3200 euroga olingan. Endi har bir davlatning o'ziga yarasha import bo'yicha qonunlari bor. O'shanga yarasha har bir davlatda налог chiqadi. Endi Avstriyada misol uchun 6.600 euroga 2.800 euro налог chiqqan. Italiyani bilmadim. Bu platformada asosan original brendlar, soatlar bo'ladi. O'shaning uchun bu platformadan oluvchilar ham o'ziga yarasha pulga to'q bo'ladi. O'shaning uchun налогga qaramayapti. Mabodo sizni ham Turkiyadan olingan qimmat brendiy narsangiz bo'lsa, shunaqa fakturali olingan bo'lsa, biza jo'natib beramiz. Xohlagan davlatingizga. Yevropa bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, Kanada bo'ladimi, faqat fakturasi bo'lishi kerak. Bu faktura sizni tamojidan olib chiqishingizga, keyin kamroq налог chiqishiga ham yordam beradi.